Aziz yurtdoshlar, yurtdoshlarimiz deyin. Gidra kollejimiz bu yonimizda Ko'pal qassobxona yonidan girib kelsangizlar ham bo'ladi. Gidra yonidan mashina yo'lni bo'yina qo'yib kelsangizlar ham bo'ladi. Joyimizni narxini ham ekranda yozib qo'yamiz. Assalomu alaykum, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi ko'chmas mulkimiz xudo xolasa Urganch shahrimizning markazida, ya'ni Gidra kollejimizning ro'parasida 4 qavatli binoning 4-qavatida o'rtalikda joylashgan 2 xonali kvartiramiz 2 lamcham chiqadi ekan aziz do'stlar. Variantimiz bor. 2 lamchi so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa tarqatib beringlar. Sanuzel hojatxonamiz, girgandan eshikimiz, girgandan sanuzel hojatxona quriladi. Bu yonimizda kelasizlar, oshxonamiz ekan. Bu yerda jihozlar bilan sotiladi aziz do'stlar. Bu yerda jihozlar bilan 2-3 narsasini olib ketadi. Bir xolodilnik, 2 televizor bor ekan, shuni olib ketadilar ekan. Yurtdoshlarimiz hamma narsasi tayyor holda. Ikkilamchi variantimiz bor bunda. Ipotechniy variant bor. Bu yerimizda xonasi, ishi televizorni olib ketadi ekan. Bu yonimizda zakrytый balkonimiz bor. Yurtdoshlar, konditsionerimiz bor. Mebellarimiz o'tiradigan mebellarimiz turibdi. Kanalimiz hurmatli obunachilar, ikkilamchi so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, sразу tarqatib, like, podpisatsiya yoddan chiqmasin. Bu yerimiz spalniy mebellarimiz ham turibdi shu yerda. Bularimiz ham qoladi. Shu yerda bir televizor bor. Shu televizorimizdan olib ketadi ekan. Yurtdoshlar, ikkilamchi so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, shu joyimizni tarqatinglar. Podpisatsiya, like.